как прикрепить магнит, научите, please. Sumkaga magnit ulashni o'rgating. Kolsoni ham iltimos deganlar uchun tutorial. Birinchisi, kolsoni ulash. Bizda yoki 5 ta yoki 3 ta kristiklar bo'ladi va biz o'rtasini topib, mana shu kolso bilan o'rtasiga kirgizamiz. Ya'ni menda uchinchisi o'rtaga to'g'ri keldi. Ikkinchisi, magnit ulash. Bizga kerak leska, magnitni o'zi va qaychi. Bu yerda ham o'rtasini topib olamiz, ya'ni 15 ta bo'lish kerak va 15 ta o'rtasi 7-siga to'g'ri keladi. Biz magnitni mana ikkita kristik bo'yicha yopishtiramiz. Birinchi kristikni yonboshdagi munchog'iga kirgizib olamiz va pastdagi, ya'ni pastdagisiga kirgizamiz. Pastga kirgizib bo'lgandan keyin pastdagini yonboshiga kirgizib, tepaga o'tamiz. Tepaga o'tgandan keyin magnitni bitta teshig'iga o'tkazib olib va ya'ni tepadagisiga o'tkazamiz. Xuddi shunday usulda hamma joyini qilib chiqishimiz kerak va hamma joyini qilib bo'lganimizdan keyin boshqa munchoqlarga 5 ta 6 ta o'tkazib, qirqib olamiz. Xuddi shunday tepadagi qismini qilib olamiz. Uchinchisi, bu zanjirni o'rniga ishlatadigan narsa. Zanjir yo'q payti kerak bo'ladigan narsa. Mana shunday kristik holatda qilsanglar ham bo'ladi, lekin meni usulimda qilsanglar ham bo'ladi. Birinchi kolsoni leskaga o'tkazib, 2-3 marta bog'lab olamiz va o'zimiz xohlagan toshlardan olib, mana shunday liniya qilib yig'ib chiqamiz. O'zimizga mos bo'lganicha va oson uslubda tayyor. Yanada qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni sahifamga o'tib ko'ra olinglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.